Do'stlar, xudo xolasa 3-darsimizni ham boshladik. 3-darsimizda nimalar bo'ladi? 3-darsimizda krizimyatina bo'ladi. Krizimyatina ochiq transportda bo'ladi и подусилитель bo'ladi. Aynan mana shu kapotda ochiq joyida и подусилитель joyida krizimyatina qilib ko'rsatib, o'shani qanday to'g'rilanishini, правильный instrument tanlashni ko'rsatib, и pachoqni ham ko'rsatib beramiz. Do'stlar, mana shu yerdan hozir krizimyatina qilamiz. Mana shunday krizimyatina qildik mana. Endi hozir biza yopiq joyda ham krizimyatina qilamiz. Mana bu подусилитель bo'ldi, mana bu ochiq joyi bo'ldi. Xudo xolasa. Tak, hozir birinchi ochiq joydan boshlaymiz. Ochiq joyda silovoy instrument ishlatamiz. Silovoy instrument bilan ochiq joyini hozir pachog'ini chiqarib ko'rsatamiz, xudo xolasa mana. Keyin buni o'ziga yarasha sekretlari bor. Mana do'stlar, ko'rib turibsizlar, xudo xolasa krizimyatinamiz ideal darajada to'g'rilanib boryapti mana. Даже bizada pluschi ham yoki bitta minus ham qolmasdan ideal bo'lib turibdi. Bu nima bo'ldi bu yerda? Bu yerda bizani qilib turgan ishimiz asajina qilmasdan krizimyatinani to'g'rilab turibmiz. Do'stlar, bu yerda bizani ishimiz nima bo'lib turibdi? Asajina qilmasdan krizimyatinani to'g'rilash bo'lib turibdi. Xudo xolasa, mana bu yerdagi rezultatni o'zlaring ko'rib turibsizlar. Pluschi ham ketmay turibdi и minus ham qolmadi. Endi buni ishlash tartibini tushuntirib o'taman. Bizada mana bu krizimyatina deb olsak, например, mana bu kruglar bizada kurchokimizni har bir shag'ini ko'rsatib beradi. Kurchokning har bir shag'ini ko'rsatib beradi. Kurchokda ishlagan paytimiz mana shu shag'ini ko'rsatib beradi. Krizimyatinada sentrdan boshlaymiz, 2 santimetrdan ishlanadi. Например, massaj qildik sentrni. Bitta massajda chiqmaydigan krizimyatinalar bor, do'stlar. Ba'zi birlarini bitta massaj qilamiz. Hozirgi myatinamiz ja глубокий myatina emas, yengilroq edi. Yengilroqdan boshlab o'rgatamiz. Yengilroq myatinani bittada chiqsa ham bo'ladi. Mabodo глубокийroq, chuqurroq myatina bo'lsa, endi uzr ruscha bo'lib ketdi, chuqurroq myatina bo'ladigan bo'lsa, bittada bo'lmaydi. 2 santimetr joyini ozroq ko'tarib chiqdik, обратный ham qaytdik, yana ketdik, yana qaytdik. Mana shunaqa tartibda ishlanadi. Endi bu yerda bizada mana bu kruglarni, mana bunda kruglarni ko'rsatib qo'yibman. Aynan krizimyatina, mana krizimyatina глубокий bo'lsa, chuqurroq bo'lsa, sentri chiqariladi. Keyin mana bunda 1, 2 deb ikki tomonlama ketdik mana. Mana bunda birinchi chiqaradigan joyimiz, ikkinchi, uchinchi. 2 santimetr, 5 santimetr. Bu yerdagi chizmalar behuda emas. Bu yerdagi chizmalarni har bitta o'zini qiladigan myatinani metodlari chizilgan bu yerga. Bu yerda bizada o'qib bergan o'quvchilar yaxshi biladi. Bu chizmalar, mana bu chizma nima bu? 1, 2, 3 deb yozilgan. Mana bu dumaloqlar 2 santimetr, 5 santimetr degan narsalar nima bu yerda? Mana bu yerdan 1 dan 5 gacha nima? Uni o'qib bergan bolalarimiz yaxshigina biladi. Keyin mana bu yerda 3 qatorli tochkachalar nima bo'ladi? Mana bu nima? Buni bolalarimiz yaxshi tushunadi. Keyin mana bu yerda chizilgan chizma har bittasini o'ziga yarasha sekreti bor, bolalar. Keyin mana bunda yozilgan misol, mana bular nima? Aynan krizimyatinaga taalluqli joylari, mana shu joylari. Keyin bizada krizimyatinada ishlanadigan metodlari bor. Mana bu yerda lampalarni qanday qo'yishgacha chizma chizib, ko'rsatib, har bir bolaga individualni tushuntirib o'tamiz. Xudo xolasa hozir ochiq пространстводagi joyimizni ideal qilib ko'rsatamiz, keyin yopiq joyda подусилитель ishlanadigan joyini ham ko'rsatib o'taman. Do'stlar, endi bu krizimyatinada nima degani? Mashina pachoq bo'lganda krizimyatina bo'lib qoladi. Krugli gradiy myatinaga o'xshagan myatina kamroq. Bizada parkovishniy myatina ko'proq. Bizada grad yog'maydi. Grad degani do'l yog'maydi.
muz yog'adi-yu, dumaloq toshga o'xshab, tuxumga o'xshab katta muzlar yog'adi. Unaqa miyatina bizada bo'lmaydi. Bizada asloniy parkovishniy miyatina bor. Parkovishniy miyatinada krizi ko'p keladi. Mana shuning uchun krizi miyatinani boshladik. Xudo xolasa, yangi o'rganaman deb yurgan bolalar bo'ladigan bo'lsa, onlayn darslarimizni boshlab yubordik. Xudo xolasa, bu yo'g'ida onlayn tarzda ham mana shu hunarni o'rganishlaring mumkin. Mana parkovishniy miyatinamiz krizi bo'lib qolgan. Bu texniskiy повреждение, mashina bilan to'qnashgan payti mana shunaqa miyatina bo'lib qoladi. Даже ko'rib turibsizlar, mana bunda shishka bo'lib turgani yo'q. Iloji boricha kurchokimizni ideal qilib chiqarishga harakat qilib turibmiz. Bittada iloji boricha chiqarishga. Nimaga desa, bu yerda shishka qilib qo'ysak ham, o'sha joyini shishka degani endi ruscha gap, ko'pchilik do'ng deb aytadi buni. Do'ng bo'lib qolmaydi. Mana bu yeri ishlagan paytimiz qaq zavod holatiga qaytaramiz. Yoki-da minus degani chuqurcha qolmaydi. Plusga ham ketmaydi, minus ham bo'lib qolmaydi. Plus degani mana shu yerlari shishka bo'lib ketmaydi. Mana shunga harakat qilish kerak. Agarda mabodo mana shu shishka bo'lsa ham, uni ham qaytarishni ham o'ziga yarasha mashaqqati bor bolalar. Iloji boricha ishlaganda, kurchokda ishlaganda toza ishlashga harakat qilish kerak. Kurchokda toza ishlasak, skorsimiz baland bo'ladi. Tezroq bitib qoladi ishimiz. Mana bu yerdagi krizi miyatinamiz mayda bo'lishiga qaramasdan, mashinaning detali qattiq detal. Menimcha zikrni kapotimidi bolalar? Lip motor. Lip motorniki, ha? Lip motor ham metali yaxshigina ekan. Mana shunaqa qilib, massaj qilib, bu texniskiy massaj deb aytadi. Avvalgi darslarimizda ham tushuntirib o'tdim. Endi buni ochiq joyi mana bolalar, orqasidan ochiq joyi, mana shu ochiq joyda, keyin mana bu подусилитель joyini ham ko'rsatib beraman. Hozir biz ochiq joyda mana bu silovoy instrumentda ishladik. Silovoyda mana Xudo xolasa bu krizi miyatinamiz finish bo'ldi hisob mana. Assajina qilmadik bolalar. Faqat kurchokni o'zida ishladik. Mana. Faqat kurchokni o'zida, krizi miyatina faqat kurchokni o'zida ishlab chiqardik. Endi hozir men sizlarga подусилитель joyida chiqarishni ko'rsatib beraman. Подусилитель joyida mana bunaqa checkpointni chitoy xostlar ishlaydi. Bu chitoy xostlarni avval ham ko'rsatganman. Поворотный rukayatcha bo'ladi. Endi qarang, usilitilni tagida bo'lsa ham chiqaradigan joyimiz, xudo xolasa, mana shunaqa massaj qilib sekin-sekinlik bilan chiqaramiz. Mana. Mana do'stlar, mana usilitilni tagida boya bu yerini chiqargandik, endi usilitilni tagidagi miyatinani chiqaramiz, xudo xolasa. Usilitilni tagida miyatina bo'lib qoladigan bo'lsa, silovoy instrumentimiz ishlamaydi. Chitoy xostlar ishlaydi bolalar. Подусилитель miyatina sal sложныйroq miyatina hisoblanadi. Nimaga desa, usilitillarni joyidan ko'chirmasdan mana shu pachog'ini to'g'irlash kerak. Usilitil o'ynab qolmasligi kerak bolalar. Aynan shu usilitilni zazori joyida qolgan holda to'g'irlash uchun kerak bo'ladigan instrumentlarimiz tonki instrument и gibki. Qayrilib boradi, liboy joyga boradi. И поворотный rukayatcha bo'ladi. Mana bu rukayatchalar qayriladi. Tak. Mana shunaqa texniskiy massaj qilib to'g'irlanadi krizi miyatina. Aynan bizni O'rta Osiyo sharoitida mana shunaqa pachoq ko'p keladi masterlarga. Mana. Pastdan qarasanglar do'stlar, usilitilga hech qanday zarar bermasdan mana yengil ishlab turibmiz, yengil. Usilitil hech qanday zarar ko'rmadi. Xudo xolasa, как zavod holida turibdi. Nimaga desa, bizda instrumentlarimiz aynan maxsus shu подусилитель ishlaydigan instrument. Asbobing soz bo'lsa, mashaqqating oz bo'lur degan maqolam bor bolalar.
aynan mana shu krizimyatina podosolitel ishlaydigan joylari uchun maxsus instrument. Mana. Turibsizlar, usilitilni orasini ochmadim. Usilitilga hech qanday zarar bermadim. Pachoqni chiqarib turibmiz mana. Usilitel zarar ko'rmadi. Даже biza ishlab turgan narsamizda lishin. Ruschasini aytsa shishka deydi, pilus deydi. Pilusda Plusga ham ketmadi, minusga ham ketmadi. Ishlab turganimizda minusini ham qoldirmasdan ideal darajaga chiqardik. Mana. Men sizlarga mana bu chizmadagi narsalarni ham Xudo xolasa onlayn tarzda darsliklarimizga uylansanglar, bu dosyamizdagi chizmalar nimaligini texnik tushuntirib o'taman. Keyin ishimiz osonlashadi. Miyatina bunaqa miyatinalarda muammo bo'lmaydi. Do'stlar, hozirgi zamonda mashina ko'payib ketdi ko'chalarda. Shaxsan men o'zimga mana shu miyatinani to'g'irlash mashina haydashdan osonroq bo'lib qoldi. Mana. Buni to'g'ri metodini bilib ishlatsangiz qiyin ish emas. Mana. Endi albatta o'ziga yarasha o'rganib olgunlaringcha qiyinchiligi bo'ladi. O'rgangandan keyin yo'g'i Xudo xolasa shu sohani mukammal o'rganganingizdan keyin mazza qilib ishlaydigan soha. Vredni joyi yo'q. Kraska qilmaysiz. Ximikatda ishlamaysiz. Mana shu joylari yaxshi. Ayniqsa Kastapraf masterlarimiz kraskada ko'p yillar davomida ishlab, nafas yo'llaridan kasal topib, keyin mana shunaqa miyatinaga bespokrasiyaga o'tib boshladilar. Do'stlar, mana bu yerda sarapinamiz turibdi. Qaranglar, mana shu yerda krizim miyatina bo'lgan, mana bu yerda sarapinamiz turibdi. Mana krizim miyatina bo'lgan joyimiz. Mana shu uchastik, mana shu zona krizim miyatina bo'lgan. Bolalar, mana buni ko'ringlar, mana krizim miyatina yo'qolib ketdi. Endi bu sarapina chizilgan joyini polirovka qilamiz. Ideal darajada miyatinasi to'g'irlandi. Bitta polirovka bilan bo'ldi, finish egasiga topshirsak bo'ladi, Xudo xolasa. 90% uchinliklarimiz Kastapraf masterlar. Biznesini kengaytiraman deb keladi-da. Mana bu yerda remont miyatin bespokrasiyani o'rganadi. Pachoqni kraskalamasdan to'g'irlashni o'rganish sohasiga o'tib boshladi. Ko'pchilik sohaga o'tib boshladi. Klientlarimiz ham aynan pachoq bo'lgan joyini kraskalamasdan to'g'irlab berishni talab qilib boshladi. Albatta zamonaviy mashinalarimizni shpaklyovka qildirishingiz kelmaydi, kraska qildirishingiz kelmaydi. Agarda bespokrasiya qilishning iloji bo'ladigan bo'lsa, maksimum kraskalamasdan to'g'irlab bering usta degan talab bilan chiqib turibdi klientlarimiz. Bundan buyog'ida aynan mana shu soha, pachoqni kraskalamasdan to'g'irlash sohasi, remont, miyatin bespokrasiya deydi ruschasiga, angliysiga paintless tint repair. Mana shuni sohamiz bundan keyin to'piy sohalardan bittasi bo'ladi. Xudo xolasa, yoshlar agarda qaysi sohani qilsam ekan deb yurgan bo'lsanglar, aynan iqtidoringiz bo'ladigan bo'lsa, albatta bizlarning testlarimizda ekzamenlardan o'tgan bolalar qabul qilinadi. Keling, test topshirib ko'ring. Bemalol Xudo xolasa bu yerda uchebniy sentrda o'rgansanglar ham bo'ladi, onlayn tarzda ham o'rgatamiz.